Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Qarshimizda Venucci. Azizlar, bu mashinalar 21-yildan chiqishni boshlagan. Uni bilgan biladi qanaqa mashinaligini. Bu mashinalar 2 turbina motorli gibrid mashina hisoblanadi. Mashina juda ham baquvvat. Yaponskiy Nissan bilan Xitoyni Dongfini demak qo'shma korxona qilib Venucci deb demak mashinalarni chiqarishni boshlashgan. Mashina 22-yil. Mashinani ichini ko'ringlar. Holatini, saqlanganini ko'ringlar qanaqaligini. Mashina salonlari ham juda chiroyli qilib saqlashibdi, juda chiroyli qilib haydashibdi. Azizlar, bu mashinalar BYD sonlar chiqishidan oldin kelgan mashinalar. Mana shu mashinalar birinchi kelgan mashinalar bo'ladi. Bu mashinalarda ham o'sha ko'rishingiz mumkin atamankalik, polniy massaj, perforirni isitadi ham, sovutadi ham. Demak, o'sha full degan hisoblagan mashinalarning o'zida mana shu 2021-yil, 22-yilda kelgan birinchi mashinalar bo'ladi. Azizlar, balonni ham ko'ringlar. Qanaqangi katta balon, diskasini ham qaranglar. Mana buni ko'ring, mana buni yulduzi. Mana shu yulduz Venucci'ni o'zini logotipi hisoblanadi. Mashinaga yangi 4 ta balon taqishibdi. Mashina 70 ming kilometr yurgan. Turishini qaranglar, qanaqangi baquvvat katta mashina. Azizlar, mashinani ham bagaji juda ham katta. Bunga lekin propan qo'yishmabdi. Propan qo'yib olsanglar ham bo'ladi, gaplashib, kelishib, narxga kelishib qolsanglar, bitta propan bosib olsanglar, shunda mana pastiga o'tiradi, shu bilan ichini qaranglar qanaqa katta, bemalol narsalarni yuklab, bemalol ketishingiz mumkin. Bu elektroprivodli. Mana 2021-yil, 22-yilda mana shunaqa mashinalar kelgan. Azizlar, salonni ko'ringlar. Chiroyligini qaranglar bu salonni. Katta LCD panel. Bemalol mana shu yerdan hamma narsani boshqarib ketaverasizlar. Polностью hamma kontrollar mana shu yerda bo'ladi. Mashinani akustikasi Pioneer.